Vitamin D ni sizga juda ham ko'pchilik tavsiya qiladi. Uni olib ichasiz, lekin ta'sirini sezmaysiz. Bugungi videodan keyin vitamin D ni to'g'ri ichish qonun qoidalarini o'rganasiz. Xo'sh, vitamin D ni qanaqa holatda ichish kerak? Vitamin D bu yog'da eruvchi vitamin bo'lgani hisobiga biz uni nonushtani orasida yoki nonushtadan keyin iste'mol qilamiz. Nonushta paytida albatta siz uni zaytun yog'lari bilan yoki MCT kokos yog'lari bilan yoki avokado mahsuloti bilan yoki zig'ir urug'i bilan birgalikda qabul qiladigan bo'lsangiz, organizmingizda tezroq so'rilish hosil qiladi. Eng muhim narsani unutmaslik kerak. Agar sizda magniy defitsitligi bo'lsa, ya'ni magniy tanqisligi bo'lsa, ichayotgan vitamin Dingiz umuman so'rilmaydi. Ya'ni siz magniyni turli xildagisini olib ichayotgan yoki foyda ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, oksid magniy bor yoki laktat magniylar bor. Ko'pincha aptekalarda xuddi shu turdagisini sotishadi. Bular organizmga juda ham kam foizda, aytaylik 3%, 5%, 8% da ta'sir qiladi. Lekin magniyni bitta shunaqangi zo'r turi bor, aynan magniy glitsinat organizmga 80% da yaxshi ta'sir qiladi va magniy sitrat ham xuddi shunaqa eng zo'r magniylarni ichiga kiradi. Mana bu magniydan uyqudan 2-3 soat avval qabul qiladigan bo'lsangiz, vitamin D bilan birgalikda ikkalasi organizmda zo'r so'rilish hosil qiladi va sizda ta'siri tezroq seziladi vitamin D ni. Agar siz hozirgi paytda magniy qabul qilayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring, aynan magniyni qaysi turini ishlatasiz, qanaqasidan ichasiz? Fikringlarni albatta o'qib chiqaman. Vitamin D ni juda ham katta dozada ichasiz, lekin umuman magniy qabul qilmaydigan bo'lsangiz, vitamin D organizmda so'rilmaydi. Ko'pchilik insonlarda bosh og'rig'i bor yoki oyoq tomir tortishish holatlari bor yoki mushaklarda og'riqlar, bosh og'riqlar o'ta kuchli kuzatiladi. Mana shu holatlardan ham, mana shu belgilardan ham siz bilishingiz mumkin, sizni organizmingizga magniy yetishmayapti. Demak, magniy vitamin D bilan birgalikda qabul qilsangiz, yaxshi ta'sirini sezasiz. Ko'pincha magniy ertalab juda ham kam foizda bo'ladi-da. Magniyni biz asosan kechqurun, tunda iste'mol qilamiz. Ertasi kuni energiyaga to'lish uchun, yaxshi kayfiyatda bo'lish uchun, uyqumizni sifati yaxshi holatda bo'lishi uchun albatta magniy bizga yordam beradi. Ozishda ham albatta mana shu magniy va vitamin D birgalikda qabul qilingan paytda tezroq natijani olishni boshlaysiz. Keyingi xatolik vitamin D ni vitamin D3 plus K2 deb yozilganini olish tavsiya qilinadi. O'zi vitamin K ham albatta yog'da eruvchi vitamin va bularni birgalikdagi vazifasi qanaqa deyishingiz mumkin. Ikkalasi kofaktor hisoblanadi. Ya'ni ikkalasi birgalikda iste'mol qilingan paytda organizmda yaxshi so'riladi. Mana bitta misol qilib tushuntiraman. Vitamin D qabul qilgan paytingizda kalsiyni vitamin D oladi-da, qonga yuboradi, to'g'rimi? Aynan mana shu K2 ni vazifasi qondan kalsiyni oladi-da, sizni tishlaringiz holatiga, sizni suyaklaringiz holatiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, vitamin D ni oladigan bo'lsangiz, vitamin D3 plus K2 deb yozilganini katta dozada qabul qilasiz va keyingi xatolik ko'pchilik juda ham kam dozada qabul qiladi. Ya'ni 600 talik, 800 talik, 1000 talik, 2000 talik dozada vitamin D o'ta tanqis bo'lgan holatda ham xuddi shunaqangi past dozada qabul qilishadi. Agar siz juda ham past ko'rsatkichda qabul qiladigan bo'lsangiz, vitamin D ni umuman foydasini sezmaysiz. Vitamin D ni 5000 talik, 7000 talik, 10000 talik katta dozada birinchi-ikkinchi oyda agar sizda o'ta defitsitlik kuchli bo'ladigan bo'lsa, ichish tavsiya qilinadi. Bitta vitamin bor. Aynan mana shu vitamin D yilni 4 faslida tanaffuslarsiz, hattoki yoz faslida ham ichilishi mumkin. O'zi asosan vitamin D ni biz nimadan olamiz? Quyosh nuridan olamiz. Soat 10 dan soat 14:00 gacha bo'lgan paytda iloji boricha quyosh nurida bo'lishingiz kerak. Albatta tanangiz ochiq holatda bo'lishi kerak. 20-30 daqiqa quyoshning nurida o'tirish siz uchun vitamin D ni bir kunlik dozasini olish uchun yetarli hisoblanadi. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa albatta kofaktorlar, ya'ni vitamin D ni sink bilan birgalikda qabul qilsangiz, aytaylik siz vitamin D ni 7000 talik yoki 10000 talik dozasini qabul qilib har kuni ichasiz, uni yoniga 20 mg sinkni qo'shasiz. Sinkning vazifasi nima? Xolesterinni pastga tushirib beradi. Ikkalasi birgalikda ichilgan paytda organizmda yaxshi so'rilish hosil qiladi va aynan sink jinsiy gormonlaringiz faoliyatini zo'r yaxshilab beradi. Ayrim insonlar bor, juda ham ko'plab, hattoki hozirgi kundagi vrachlar ham aytaylik haftada bir marta juda ham katta dozada, aytaylik 50 000 talik dozada yoki 40 000 talik dozada yoki juda ham katta dozada 100 000 talik dozagacha oyda bir marta, yilda bir marta vitamin D ni ichishni tavsiya qilishyapti. Lekin men sizga bu narsani tavsiya qilmagan bo'lardim. Har kuni, chunki tajribam asosidan kelib chiqib gapiryapman, 30 mingdan ortiq insonlar men bilan chiroyli ozishdi. Vitaminlar tanqisligini oldini olishdi. Vitamin D o'ta past ko'rsatkichda ham biz o'ta baland ko'rsatkichga ega bo'la oldik. Mana bu holatlarda
vitamin D ni yuqori dozada qabul qilish va har kuni ichish talab qilinadi. Ya'ni 5 mingtalik, 7 mingtalik, 10 mingtalik dozada, 50 mingtalik dozada haftada bir marta yoki yilda bir marta yoki oyda bir marta vitamin D ni qabul qilish siz uchun yaxshi natija bermaydi. Va albatta vitamin D ni qabul qilayotgan paytda magniy, sink va albatta vitamin D ni K+2 bilan qabul qiladigan bo'lsangiz, sizda tezroq natija, tezroq seziladi. Ya'ni yaxshilanganingizni his qilasiz. Kamroq terlisiz, kamroq sizda bosh og'rig'i bo'ladi, tezroq vazn tashlash holati bo'ladi, kamroq asabiylashish holatlari bo'ladi. Va vitamin D har doim bitta narsa yodingizdan chiqmasin, temir tabletkalari bilan birgalikda bitta vaqtda qabul qilinmaydi. Temir tabletkalarini masalan tushlikdan keyin qabul qilishingiz mumkin. Ertalab vitamin D ni qabul qilasiz, tushlikdan keyin esa temir tabletkalarini, chunki birgalikda qabul qilgan paytda organizmda yaxshi so'rilish hosil qilmaydi. Agar bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, albatta layklaringizni kutaman va kommentariyada qaysi vitamin D ni va qanaqa dozada va magniyni qaysi dozada ichayotganingizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha